alaykum qadrli obunachilar. Bilaman, ancha vaqtdan beri video olmay qo'ydim. Aka, qachon video olasiz deb ichinglarda aytayotgan bo'lsangiz kerak. Shuning uchun mayli bugun sizlarga qisqa bo'lsa ham normalgina video olishga qaror qildim. Demak do'stlar, bugungi video qanaqa bo'lishini o'zlaring guvoh bo'lasizlar. Qarab tomosha qilib ko'rib turibsiz, mana yangi обновление keldi. Kimgadir bu обновление yoqdi, kimgadir esa yoqmadi. Xabarlar bor. Kimdir erpini oxirgacha bajarmagan bo'lsa, kechki soat 11:30 da kirsa, erpi bajarilgan bo'lib turgan edi. Lekin ayanchli haqiqatni aytishim kerak, men bu zadaniyalarni kechira tushundim va mayli tanishimni aybi bilan nima desam ekan, обновлениеga biroz kechroq kiribman. Shuning uchun mayli, erpim 94ligicha qolib ketdi. Mayli, endi hozir sarflar qotish bo'lyapti. Mayli, endi hammada ham xatolar bo'lib turadi. Akkauntga qarab baho bermaslar. Bilaman, ovozim sal-pal g'alati, lekin ahamiyat bermanglar, bu grip. Sizlarga ham shuncha vaqtdan beri video olmay qo'ydim. Mana bugun video olyapman. Ancha vaqtlar ovozim o'chib qoldi. Yoki shunga o'xshash muammolar kuzatildi. Endi bu muammolar sizlar uchun endi eshitdim emas, shundaymicha. Nima bo'lsa ham baribir yozgan kommentlaringni ko'rdim. Hammasi bir-biridan ajoyib do'stlar. Shirin xabarlaring uchun sizlarga rahmat. Shunda ham do'stlar, mayli, men bugun konkurs qilyapman, ya'ni 10 cc konkurs. Kimdir kanalimga obuna bo'lib, like bosib, kommentga 100 dan ortiq shirin so'zlarni yozib qoldirsa, ya'ni siz aka zo'r yozibsiz, zo'r chiqaribsiz videoni deb o'xshash yaxshi so'zlar yozsalaring va oxirida ID raqamlaringizni yozib qoldirsanglar, men sizlarga 60 UC tashib beraman. Va aytgancha UC bonuslar hisobga olsa 120 UC bo'lib qaytadi sizlarga. Demak, chat va aytgancha konkurs 10 kundan keyin tugaydi. Ya'ni 10 kun hisobga olsak 9-iyunda tugaydi. Do'stlar, kanalimga hozir obuna va like bosing va PUBG accountingiz ID'sini yozib qoldiring. Do'stlar, hozir kamerani o'chiraman, kirgandan keyin ko'rsataman, chunki ancha vaqt yuklanyapti. Uzgusak, bu uzoq vaqt sizlarga ham yoqmasligi mumkin, shuning uchun mayli o'chiryapman. Mana do'stlar, PUBG ga ham kirib oldim. Va do'stlar, videomiz qiziqarli bo'lishi uchun mayli arena o'ynayman. Bugungi videoda arena hammaga ham yoqishi mumkin. Va do'stlar, videoda bugun hamma bilgan M406 ga sahro kamuflyaji skinini olishni o'rgataman sizlarga. Va buning uchun do'stlar, videoni to'xtatib shu joygacha ko'rgan bo'lsangiz ham like bosib obuna qo'ying iltimos. Chunki biz yaqinda 100 obunachiga harakat qilyapmiz. Albatta, men obunachilarga qo'shmaydi. Shuning uchun давайте like va obuna bosinglar do'stlar. Va do'stlar, men sizlarga va'da qilganimdek hozir sahro kamuflyajini ko'rsataman. Ya'ni skin. Buning uchun sizlar mana bu joy borku, ramka. O'shaning ustiga bosasizlar. Bu yerdan sharafni ustiga bosasizlar. Sharaf esa mana arusha ustiga bosasizlar, nima ish. Hop, kim bu yerda o'zi hozir shu yerda chiqish kerak edi. Hujum ustasi mana. Ko'rib turibsizlar, M406 ga sahro kamuflyaji skini bor. Voy, shuncha like yig'gan ekanmiz. Demak,
Buni olish uchun bu yerga kirasizlar va berilgan zadaniyani bajarasizlar. Ya'ni ari bilan 500 ta dushmanni yo'q qilish. Ya'ni ari qurollar. Bu nima? Hozir sizga tushuntirib o'tiraman. Yani tushuntirib o'taman demoqchi edim, uzr. Hop, ari qurollar bu ko'rib turganingizdek mana bu meni aytgan dasturim o'zbekcha, ya'ni shuning uchun hujum miltig'i deyilgan to'plamdagi qurollar ari qurollar deyiladi. Ya'ni bu yerdan ko'rib turibsizlar, AKM, M16 A4, Skarel, M406, Groza, AUK, KBZ, M762, MK47, G36, hop, Honey Badger, FAMAS, ASM Abakan, bu orujan nomi, ya'ni mana bu orujan nomi. Hop, keyin AC32. Ya'ni bu orujalarda sizlar 500 ta kill qilsangiz mana shu skinni beradi. Do'stlar, bu nima desam ekan? Agar siz yangi igroq bo'lsangiz, bu juda qiyin bo'lishi mumkin siz uchun, lekin harakatni to'xtamang. Siz bu skinni ola olasizmi? Ishonaman. Hop, agar misol uchun agar siz ko'p PUBG o'ynagan bo'lsangiz, urveningiz 40 dan oshgan bo'lsa, prem o'sha orujani olishingiz mumkin. Ya'ni men aytganimdek sharafga kirib, orujalarning ustiga bosib, hujum ustasini ustiga bosib va bu yerdan zadaniya bajarilmagan bo'lsa ham bu nishon ustiga bosib kirib mana shu qurolni olishingiz mumkin. Do'stlar, bu bilaman ba'zilar uchun qiyin tuyuladi. lekin do'stlar, sizlar to'xtamang, chunki men bilaman aniq sizlar bu zadaniyalarni osonlik bilan bajarasizlar va bu qurolni olasizlar. Yana bu qurolga skindi. Demak, do'stlar, hop, endi men sizga hozir birgacha vaqtim bor, shuning uchun videomiz sal-pal qisqa bo'ladi va aytgancha do'stlar, bu ari qurollarda siz faqat reytingli va reytingsiz janglar o'ynashingiz mumkin. Ya'ni reytingli Erangel, reytingli Livik, reytingli Rondo, klassik rejimda reytingli yoki reytingsiz. Ammo reytingsizda arena, metro, sharaf yo'li boshqa degan mana ustunlardan birontasini o'ynasangiz bu hisobga olinadi. Shuning uchun sizlar klassik rejimda reytingli yoki reytingsizda Erangel yoki shunga o'xshash kartalar o'ynab ko'p kill qilishingiz kerak. Do'stlar, bu degani siz misol uchun aytaylik, Nusada kill qilsangiz, bu kichkina zona bilaman. O'shanda kill qilsangiz, killaringiz yoziladi va shunga o'xshash yana ari qurollarda kill qilishingiz osonroq bo'ladi, do'stlar. Bu degani nima degani? Bu sizlarga qanday tushuntirsam ekan? Bu sizlar uchun osonroq bo'ladi, xolos. Ya'ni siz 500 killda bo'lib osonroq yig'asiz. Misol uchun Erangelda 3 ta o'yinchi kiradi, 3 tadan yarimdan ko'pi igroq, yarimdan ko'pi bot. Xolos, shunaqa bo'lib qoladi. Lekin siz qo'ying Nusa, Miramar, Sanuk o'ynasangiz, bu siz uchun oson bo'ladi. Va do'stlar, yana bir narsa aytishim kerak. Bilaman, mendan boshqa PUBG'larni ham ko'rasiz, ya'ni Aslanboy, Senator, Yakuza, Kardinal, Fayozov, Chapani, xolos shunga o'xshash PUBG'lar ko'rasiz va sizlarga maslahat shu oz bo'lsa ham Kardinal yoki Fayozovni YouTube kanallariga obuna bo'lib qo'ying, chunki ular mashhur youtuberlar va ustiga ularning videolari ham juda qiziqarli. Va do'stlar, bu videolarni kuzatib ko'ring, sizga ham yoqadigan videolar topilishi aniq. Hop.
Demak do'stlar, sizlarga maslahat, yana osonroq maslahat. Sizlar mana bu joyga tushing, chunki bu joyda odam unchalik ko'p tushmaydi, lekin tushish ehtimoli ham kam emas. Agar shu joyga tushsangiz, оружие topishingiz oson bo'ladi. Ya'ni aytib o'tganimdek, M406, Groza yoki shunga o'xshash оружиялар. Va bu оружиялар orqali sizlar osongina free killlar qilishingiz mumkin. Demak do'stlar, hozir mana ko'rasizlar, ikkita 3 ta odam tushib qolyapti faqat. Kirishimdan ataka. Demak do'stlar, bu vaqtda mana eng tepa etajiga chiqib olsangiz qamayil, qayta tirilish ham bor ekan. Ba'zida mana shunaqa hollar ham bo'lib turadi. Samolyot agar ko'rib turganingizdek, mana bu yerlardan uchdi, lekin o'sha yerdan uchganda siz prям ana nima desam ekan, siz yaxshiroq joyga tushishingiz qiyin bo'lib qoladi. Samolyot agar qanchalik uzoq uchsa, tomga shunchalik ko'p odam tushadi. Bu vaqtda siz yerga tushishingiz kerak. Ya'ni aka, nimaga emasa bunday qilmadingiz deyishingiz sababi men prosta qiziqarli bo'lish uchun, ya'ni misol uchun ko'p like va obuna uchun mayli atayin shunday qildim. Yashirib o'tirmayman. Aytishim kerak, yashirmay, bu ayni haqiqat. Kimgadir sog'inganda hamma shunga kelar edi. Va do'stlar, mana ko'rib turganingizdek, bu ham ari qurollarga kiradi. Demak, ko'rtingizdek shunga o'xshash qurollarni yig'amiz va biz tekin killlarni qilamiz. Demak, 406 chiqmayapti. Va bolalar, sizlarga ham maslahat beraman. Mana 406 chiqdi. Bolalar, sizlar ham sanok o'ynang maslahat. Chunki sanok o'ynasangiz ham qiziqarliroq va ko'p ajramagan. Ko'p yaxshi joylar topishingiz mumkin. Mana shunday krisalarim paydo bo'ladi do'stlar. Hammasini so'ratamiz. Krisalaringni ko'pda. Orqadan sol deb ichida suv katta bu nomard. Lekin xavotir olmang, ular hali qaytib tushadi. Nikini eslab qo'ying, yana time kodini terib mana shu yerga qaytib tushdi desangiz, men bundan juda xursand bo'lardim. Va aytganimdek kanalimga obuna bo'lib qo'ying. Oy, skinlarga nechi? 1 dan 10 gacha baho bering va kommentariy yozib keting do'stlar. Hop. Shunchaki ko'zlagichni tashmoqchi edim. Demak do'stlar, M406ni oldik. Mana hozir ari qurollarda ko'p kill qilishimiz kerak. Va maslahatlarga mana shu. Oy. Ping qotdi menda. Oy do'stlar, ping qotib qoldi. Ping qotmaganda lekin yeplardim do'stlar. Siz bunga ishonishingiz kerak. Mayli do'stlar, birinchi urinish omadsiz bo'ldi, mayli. Hozir ikkinchi urinish ko'raman. Va do'stlar, mana shunday chiqayotganingizda hamma o'yinchilarga like bosib qo'ying va shunda sizlarga misol uchun sovg'alar berish mumkin, ya'ni material va shunga o'xshash narsalar. Hop do'stlar, ko'rib turganingizdek bizda Wi-Fi bir to'sha kelyapti, lekin shunga ham mayli deb sizlarga yaxshi video va kontentlar tayyorlab qo'yayotganim uchun o'zingiz chiroyli izohlaringiz va shunga o'xshash gaplaringiz bilan menga motivatsiya berishingizni xohlardim do'stlar. Ko'rib turibsiz, ping juda ham qotyapti. Yomon qotyapti. Individual paket. Do'stlar, va
aytishim kerak, sal mana bu valyutadan to'rt yig'ganingizdan so'ng esa maslahat, mana tadbir do'kondan bunaqa mayda kristallar sotib oling. Chunki bu juda ham foydali va o drop keldi. Dropdan misol uchun qiziqarli narsa tushdi. Lekin do'stlar, shunaqa maylimiz boriga shukur qilib yashash kerak do'stlar. Va do'stlar, misol uchun bitta mashq tugatganingizda sizga mana bunaqa sovg'a. Va do'stlar, mana buni olganingizdan keyin sizda mana bunaqa avtomatik tarzda mana bu ya'ni royal passlar ochiladi. 30 yusilik, 20 yusilik, maksimali 50 yusilik. Shunday ham lekin siz 10 yusilik ishlatishingiz kerak. Do'stlar, bu vaqtda sizlarga bitta narsani o'rgataman. Mana bu yerdan kartalarni demontaj qilishingiz mumkin. Ya'ni bironta kartani ayirboshlar va maslahat, ayirboshlanganingizda karta chiqishi kerak. Maslahat o'qigan bo'lsa o'qish kerak sizlarga. Yo'q, normalniy ishlayapti. Mana bunday bosib qo'ysangiz sizlarga omadli narsa tushish ehtimoli juda ham ko'payadi do'stlar. Do'stlar, ping qo'tyapti. Endi qo'tyapti. Nimalar bo'lyapti tushunmayapman. Hammalar bilmaymiz. Juda ko'p ping qotishlardan so'ng ham men sizlar uchun baribir video tayyorlayapman do'stlar. Shuning uchun iltimos kanalga obuna bo'lib, like bosib, va mana karta ber. Masalan, mana shunga bosib turing. Ichidan omadli narsa chiqish ehtimoli juda yuqori va narsalar chiqqandan keyin ularni demontaj qilib tashlasangiz ham bo'ladi. Bu sizlarga ko'proq deb do'stlar, agar shunday qilsangiz sizlarda omad ehtimoli juda oshadi. Hop, do'stlar, bu o'yinga ikkinchi bo'lishni qilsangiz va bunga emotsiya beriladi, ya'ni bajarish emotiyasi va 230 darajada o'zi sizni boyagi hamroh personajingizga ya'ni hamroh personajingizga birinchi boshda vaqtli skin, ikkinchisi esa mana bunday biskin shunga, ya'ni butun umrga yaxshi bitta robot skin beriladi. Va do'stlar, e'tibor bering, mana bu kartalarga, bu kartalarni to'ldirsangiz sizlarga mana bunaqa materiallar berishadi. Bu materiallarga sizlar keltirib olishingiz bo'ladi. O'zingiz aujangizga kelchat qo'shishingiz mumkin. Va do'stlar, bu yerda keyin mana bunday effektli qilish ehtimolini beradi mana bu narsa. Va buni to'ldirish uchun ikkita karta yetmayapti menga, ya'ni zolotoy karta, Isagi Yoichi degan karta bilan Itoshi Rin degan karta yetmayapti. Va do'stlar, va bu tomonlar bunaqa yutuqqa ko'p turganingizdek bitta ledni case va material beriladi katta. Buni ham to'ldirish kerak do'stlar. Bu 6 ta to'ldirganman, 12 ta bo'lish kerak kartaga. Hop, mana buni to'ldirish osonroq. Agar do'stingiz bo'lsa, kartani jo'nat deb iltimos qilsangiz ham jo'natish mumkin do'stlar. Va ikkinchi do'stlar, yana bu 55 ta qolgan bor-ku kartalar. O'shani biz mana bunday narsalar olsak ham bo'ladi. Bu juda ham zo'r narsalar. Yoki bo'lmasam mana bu joydan ramka yoki bo'lmasam
mana bu narsalar nima degan bilmayman, lekin men shular xarid qilaman. Lekin menga ko'pincha orqa fon juda yoqadi. Mana bu bu yerda legendar narsalar shunday juda ko'p qiziqarli narsalar bor, lekin mana bu narsalar ham yaxshi. Bu yerda missiya, do'stlar, siz nechta missiyani bajargansiz? Kommentga yozib qolding. Bu men uchun qiziqarli. Xo'p. Va do'stlar, ko'pchilik mana bu joyga e'tibor bermaydi. Bu joyda agar EXP'ni olsangiz, mana bu narsa to'ladi. Bu narsa to'lganda sizda qancha bo'lsa, aytaylik 3000 bo'lsa, оружие beradi, ya'ni оружиеga skin. Uzarash ketdim, оружиеga skin. Sezon yangilanganda bu darajalaringiz tushib boradi. Xo'p, birinchi boshda daraja to'ldirsangiz 200 daraja to'ldirsangiz bitta case beradi. Ikkinchisida esa lednik case. Xo'p, lednik case'ga qo'shib 100 EXP va keyin uchinchisida ko'zoynak beradi. Bu tabiiy hol. Keyin EXPdan 200 ta beriladi. Xo'p, keyingi 1500 tadan oshirsangiz esa sizga 5 kun ishonga skin beriladi. Ko'rasizmi do'stlar, o'zi bu skin pasi qada ko'rsatdi. Va turist EXP ham beriladi. Keyin do'stlar, bu yana 3000 tadan oshirsangiz yana оружиеga skin beradi har doim. Bu ham S33 yoki S32 bo'lishi mumkin. Hop, va 800 EXP. Keyin do'stlar, 4500 tadan oshirsangiz sizga rasm, ya'ni kartina bilan ikkita pastga qo'yilgan mana bunday ajoyib narsalar berishi mumkin. Eng asosiysi 1500 EXP. Hop, keyin do'stlar, casual as degan darajaga ko'tarilsangiz esa sizga mana bunday S30 ramka, yana boyga ikkita yonga qo'yiladigan ramka va 2000 EXP. Keyin esa bu multi as darajasiga ko'tarilsangiz esa sizga S30 yaxshi yaraqlab turgan ramkasini va esa mana nikingizga qo'yiladigan maxsus ramkalar beradi. Ya'ni do'stlar, EXP nima uchun kerak? Ko'pchilik shu savol beradi. EXPga siz ko'rib turganingizdek mana turli emotsiya bilan ulishlarni sotsangiz bo'ladi, do'stlar. Lekin men mana bu narsani va ikkita effekt bilan ulishda sotib olganman. Do'stlar, bu narsa nima uchun kerak aytayim. Siz ko'pincha arena o'ynaganingizda sizga arena o'ynaganingizda mana ko'rib turganingizdek mana bu joyga qo'yishga mos tushadi. Ko'rdingiz? Shuning uchun kerak bu effekt bilan o'lish esa u prosta yaxshi turadi. Hop, demak do'stlar, endi biz reytingsiz klassik rejimda mus o'ynab ko'ramiz, chunki reytingsizda ancha osonroq bo'ladi do'stlar. Va qanday bo'lsa biz boshlaymiz. Hop, turishni kutyapman, ya'ni 4 odam kirish. Bolalar, maslahat, nus o'ynaganda solo bo'lib kirmanglar. Duo bo'lib yoki bo'lmasa bitta squad bo'lib kiringlar. Chunki squad bo'lib kirganingizda ancha osonroq bo'ladi. Agar solo bo'lib kirsangiz, bu ancha qiyin bo'ladi sizga. Va do'stlar, hamma biladi, zoltoy kes ochgandim. Menga mana bunaqa brelok tushdi. Do'stlar, sizga nima tushgan? Kommentga yozib qoldiringlar. Hozir men bu videoni olishimdan maqsad esa shu sizlarni reaksiyangizni bilish va shunga o'xshash turli kommentarlar olish sizdan izohlardi. Va do'stlar, sizlarga chiqargan videolarning nimasi yoqadi yoki nimasi yoqmaydi, o'sha narsalarni yozib qoldiring. Men shunga atab nima desam ekan, videolarim sifatini yaxshilab boraman yoki bo'lmasam sizlarga yoqadigan video kontentlar qilaman. Va do'stlar, sizlarga bitta maslahat, agar UC sotib olmoqchi bo'lsangiz, Chapan UC servis, Cardinal UC servis yoki bo'lmasam hop
va yozuvchi servisdan foydalaning, chunki ular arzon, tezkor, halol va sifatli. So'mga ham, rublga ham UC berishadi. Va do'stlar, sizlarga axir mana aytib o'tganimdek, samolyot hozir bu yerdan uchyapti. Mana bu joyga tushsangiz yaxshi bo'ladi do'stlar. Chunki bu yerga odam kamdan kam ravishda tushadi. Hammasi menga ulandi. Sakrayapman. Ko'rib turganingizdek do'stlar, yo adashman, hech kim ulanmabdi. Do'stlar, shunga ham xavotirlanib o'tirmaymiz. Va tezkor tushishni easy yo'li hamda hamisha 0 bo'lib tursin. So'ng pastga qarab tezlikda tushishni xohlasangiz. Va do'stlar, kommentga yozib qoldiring. Do'stim bilan o'ynashimmi yoki o'ynamasligimni. Misol uchun aka do'stingiz bilan o'ynang, birga bir deb shunga o'xshash challenge'lar aytsangiz men hamisha bajaraman do'stlar. Va do'stlar, bu yerda zo'r life hack. Pastga tushishni easy usul. Hamda xullas oson tushish. O mana din tutulur. Botga o'xshab o'tyapti. Do'stlar, agar ko'pincha shunday qilib olsangiz, odamlar siz tarafga keladi, ochko ishlash uchun. Va ko'pincha mana bunaqa narsani M416 ga qo'yishni maslahat beraman sizlarga. Chunki bu narsa tepada o'tishyapti. Bu narsa misol uchun M416 mana nuqtasini kichikroq qilib beradi. Va do'stlar, sizlarga bitta narsani aytib o'tsam, shu joyda JS9 bu hop Uzi'dan tez otadi. Ya'ni misol uchun agar 9 mm li o'q topsangiz, shunga o'xshash o'q topsangiz, misol uchun agar Uzi topa olmasangiz yoki Victor topa olmasangiz, JS9 bo'lishingiz juda ham qulay keladi sizga. Nimaga? Chunki JS9 bu Uzi'ni xuddi 406 bilan birlashmasiga o'xshaydi. Va do'stlar, ko'pchilik o'yinchilar biladi, agar qilsa shunchalik shot yoziladi o'zini hisobiga. Agar siz ham misol uchun qilsangiz, mana shunday yo'ldan yurib kelsangiz, osongina ig'liqlarni topish ehtimoliga uchraysiz. Ya'ni ig'liqlardan so'ng topasiz. Juda ig'liqlashtirmaydi. Shunday qilsangiz, misol uchun krisa qilsangiz, mana shunday qilib uch ehtimoliga o'xshaydi.
O donat yer ekan do'stlar. Va do'stlar, kommentga yozib qoldiringlar, sizlar donat yermisizlar yoki oddiy o'yinchi. Chunki men o'ylashim bo'yicha oddiy o'yinchilar ham ba'zi donatlardan kuchliroq chiqib qoladi. Va sho'rog'imlar mashina samolyot uchsa, ya'ni bu yerdan ol drop tushdi. Bu yerdan igro tushish ehtimoli ham bor, drop tushish ehtimoli ham bor. Shunga e'tiborliroq bo'ling do'stlar. Va ko'pincha agar sizda mana bu narsa bo'lsa, M416 ya'ni mana shu narsa bo'lsa, o'sha narsangizda bironta M416 ga o'rnating va o'sha M416 kuchliroq qilib oling. Ya'ni narigi M416 ga nisbatan. Drop qaqa tushdi ekan, ko'rmadim. Va do'stlar, e'tibor bering, mamdek kristi joylar uchraganda misol uchun chiqib olishingiz osonroq bo'ladi. Boshqa edim. Agar krishtir bilan otsangiz, sizni payqash ehtimollari juda kamayadi. Mana do'stlar, va e'tibor vaqtda jon to'ldirib olish birinchi o'rinda turadi. Qayoqdan o'tdi kirsa bo'ldi, ko'rdim. Chiqaqo. Zona men tarafga ishlayapti baribir. Bu vaqtda qochish kerak. Voy, jonim kam. Shuning uchun toqqa chiqish kerak va krisali qilish kerak. Bu vaqtda men shunday usul qo'llayman. Do'stlar, birinchi player qotdi. Zona meni foydamga ishlayapti do'stlar. Shu joyda sizlarga maslahat, mana bunday tog'larga chiqib o'tsangiz, o'qingiz yaxshiroq tegadi. O'sha spoilerlar bor.
hali beri chiqmaydi. Shuning uchun biz buni kesamiz. Bu mana shunday yo'l bilan chalg'itamiz do'stlar. U bilmayman. Topları bizniki. Ko'ribsizlar, topirni oldik va bu vaziyatda biz mana shunday yo'l tutamiz. Ya'ni agar dushmaningiz sochta orqasiga yashim olgan bo'lsa, granata otib qulog'ini tarix qiling yoki bo'lmasa dim tashlab boshqa joydan o'zingiz qochib qoling. Ya'ni rash qiling demoqchiman, o'zi qochib qoling deyapman. Va agar mana shunday like bo'lsangiz hammasiga mana bu yerda ko'rgan bo'lsangiz kerak bir narsa to'ldi. Ya'ni nimadir narsada. Xullas o'sha bizga juda yaxshi sovg'alar beradi. Do'stlar, ko'rib turibsizlar. Ko'rib turganingizdek topir oldik. Hop, boya o'rgatgandek sizlarga sahro kamuflyaji skinini olishni o'rgatdim boyagidek. Yaxshi do'stlar, agar siz ham shunday qilib ko'ring. Ya'ni agar o'ringiz baland bo'lsa, mana shu boy sharaf yo'lga kirib, ya'ni oddiy sharaf demoqchi edim, uzr adashdim. Sharafga kirib o'sha aytgan usulimni qo'llab ko'ring. Balki bu skinni sizga berib qolishlari ham mumkindir do'stlar. Uzr do'stlar, videoni biroz kamerasini o'chirishga to'g'ri keldi, chunki ma'lum bir sabablar qoldi. Va do'stlar, mana videoni ko'rib turibsizlar. Va missiya ballarini to'plab boring. Bu missiya ballari uchun foydali bo'lishi mumkin. Va aytgancha do'stlar, agar siz bu yerda 500 UC donat qilsangiz, sizga avtomatik tarzda mana bu ikkita personajdan, ya'ni yo'q, adashib ketmam. Masalan, mana bu ramka yoki bo'lmasam stikerdan berish mumkin va bu yerda eng qiziq mana Vektorga juda ajoyib skin beradi yoki mifigdan boy kartalarda yuklab olishingiz mumkin. Ya'ni olishingiz bu yerdagi emotsiya va eng asosiysi do'stlar, mana bu 4 xil personajdan birontasiga ega bo'lishingiz mumkin. Xo'p, bu yerdagi mifik kaska va yana o'sha 4 ta personaj. Do'stlar, bu degan siz ikkita personaj bo'lishingiz mumkin va Skovrodaga yangi skin. Normal skin ekan. Xo'p, do'stlar, videoni ko'rib turibsizlar. Video sizga yoqyaptimi, yo'qmi kommentariyaga yozib boring. Men hamma kommentlaringizni o'qiyapman va do'stlar, sizlardan iltimos kommentga mazasamagan chiroyli izoh yozib qoldiring. Chunki bu sizlar kommentga, akkauntga qarab baho beryapsizlar ba'zilaringiz. Endi mazasamagan ko'plarni unday deyolmayman, lekin borda ba'zilar bir ikkita bor kommentga yomon izoh qo'yadigan. Va do'stlar, mana ko'rib turibsizlar. Endi va do'stlar, mana ko'rib turibsizlar, mana sharafga kiramiz va hujum ustasi, ya'ni mana hujum ustasiga shuni topamizda va ko'rib turibsizlar, mana ko'rganingizdek ballarimiz ancha to'plangan. Agar ko'rolmagan bo'lsangiz, biroz orqaga
qaytarib ko'rsangiz bo'ladi. Va mana ko'rib turibsizlar, ballarimiz asta-sekin to'planyapti va 500 marta ari qurollari bilan kill qilsak M416 ga mana shu sahro kamuflyaj degan skinni beradi. Demak, videomiz sizlarga yoqqan bo'lsa nima deyapman? Hozir to'xtanglar. O'zgan ishim chiqib qoldi. Demak do'stlar, videomiz sizlarga yoqqan bo'lsa like va obuna bosing. Bilaman bu video sabab qisqa bo'ldi, lekin shunga yarasha kommentlaringizni yozib qolding va aytgancha do'stlar, shu yaqin orada men agar shu videoga 10 ta obunachi qo'shilsa va 100 ta like bo'lsa, men keyingi sezonda sizlar aytgan challenge-ni bajaraman. Ya'ni nima deyishingiz mumkin? Ya'ni granata topib oling yoki mashinada topib oling yoki quruq qo'l bilan topib oling, skоворodada challenge yoki xullas shunga o'xshagan challenge'larni aytsangiz bajaraman. Agar personajlarni yoqtirsangiz, ya'ni lobby o'ynashda yoki arena o'ynashda shunga o'xshash turli janglarni yoqtirsangiz, buni ham yozib qoldirishingiz mumkin. Men buni albatta bajaraman. Va do'stlar, agar video sizlarga yoqqan bo'lsa, like va obuna bo'ling. Xayr, shuncha sizlar bilan men gladiator bo'ldim. Omon bo'ling do'stlar.